yazılı işleri tamamlanıp bizim üstürgen ilimlerimizin uğrup jiyer vakit ciddi. Şoşu uğrup jiyu vakitlarında bizim hizmet koyulan mekanizatorlarımızın toplanını təmin etkende sezonda aşxanalarga qoyulgan talepler, şoşu koronavirus bilen infeksiyası bilen bulgan vaziyet negizinde kodlandı, haminde talepler jostkilandı. Çünkü mana şoşu bizim hizmet koyulan könüntünün koyulan hizmet koyulan mekanizatorlarımızın selamet buluğu təmin ettiği için yaz günü bulgan talepler devam eder. Haminde bir yine özgeriş bizim aşxanalarga aşıq havada tıklanı uyuşturulgan idi. Hazırında 15 iyuldan bizning o'zgarish kirdi. Hamda oshxonaning binosi ishida 4 kvadrat metrda bir kishi hisobidan hamda siyishligi 50%dan ortmaycha bir stel haqqında 4 kishini o'tirtib oshatuv mumkin. Bizning endi yoz kuni borsida Qirg'izistonlarida olib chiqib oshatildi. Ham aybatgina o'tkazildi. Bizning quvurlarimiz borasida gigiyena talablarini o'tab hamda masочный rejim, maskalar bilan, перчаткалар bilan ishlatilgan ham shu tempda davom etarga tiyиш. Ham keltirilgan rizqning sifatini rastlovchi dokumentlar butun produksiyani qadar bo'larga tiyish. Shu vaqtda onun saqlanuv vaqti, yaroqlilik vaqti so'rab chiqmagan bo'larga hamda oshxonadan Qirg'izistonga to'planuga ketasi sovuq sabalar dezinfeksiya o'tib hem o'z vaqtında производство kontrolünde o'tib o'targa deyishlar. Shunga ko'ra endi mening oshsizliklar aytasim kelar. Mexanizatorlarimiz orasida og'riqlar bildirmaycha, ishak og'riqlarida, shu infeksion og'riqlar ham shu vaqtda endi COVID og'riqni kesatuv maqsadida bu talablar beshinchi o'talib, hamda har bir xo'jalik yetakchisi o'zi ayiruvchi javobli kishilar bunga e'tibor etsinlar dedi. Mexanizatorlar arasında avtolar bildirmişler, közge uğrab jiyu işlerin ünlüğüne başkarışıp sarıydı.